Ben sana hikaye bayan qilib do'stinglar Tumar. Men faqat hikoya bayon qilib beruvchi hikoyaning egisi emas, armon bilan o'tgan hayot 4-qism. Ikkinchi o'g'lim tug'ilgandan keyin turmushimiz texim yaxshilandi, yo'ldoshimning amili o'sdi, yaxshi shu ishlayotgan sohasida xeyli cho'ng bir boshqa bo'lib qoldi. Bolalarimni maktabga berib oldim. Bu jarayonda yo'ldoshim bilan bir urushib qolgan ishlarmi yo'q, ko'ngil og'ritishadigan ishlarmi yo'q, shunchalik ko'zimga qaradi. Eng muhimi mening mushu qo'saqda turib qechib ketganligim to'g'riliq bir haqiqatim yuzimga savomidida. Endi o'ylsam yo'ldoshimga shu vaqtda menga haqiqatan keng qo'saqlik qilgandan ichimdan rahmatim bor. Shunda qilib ikki o'g'lim maktabga kirib bo'lgan vaqtda men 3-qitim qo'saq ko'tardim. Yana shunda turmushlarimni izg'i savidib, yo'ldoshimning xizmatida bo'lib, ikki bolamga yaxshi olib bo'lib yurib, 3-bolamni sog' salomat yengib oldim. Endi mening orzuyim bo'yicha 3-bolam shunchalik chiroyli oila qizdan birini yengidim. Shunchalik xush bo'ldim, o'zimga amraliq bir qiz tug'ildi-da. Endi bu jarayonda men azroq achamning turmush to'g'riliq to'xtab o'tay. Yo'q, acham kichigimda meni bir yaxshi turmushga erishga deb bek shu nim qildi dedim bu. Oldingi nimada bir pinglunda yozib qo'yibdi. Nimishqa atisi berib, singlisining nomida to'y xiti olgan odam o'z tegishni xohlamadi deb. Birinchidan bu meni shu tunishtirishning oldida ko'ribdim, taqdirqim yaxshi ko'ribdi haqiqatan. Ikkinchidan achammo maslanga ashtaq bir yaxshi sharoiti bor odamni to'y qilish to'g'ri kelsa, birinchi bo'lib mening baxtimni o'ylashilgan shundaq bir shaxsiyatsiz inson tutchu. Achamning turmushi faqat ko'ngildagidek bo'lmadi. Qo'lidagidek yo'q, normal bir oiladagi kishiga tegdi. Anandikin to'y qilib, achamga bir o'g'illik bo'ldi hisobda. Lekin achamning turmushdan ta'li chiqmadi-da. Acham ajrashib ketdi. Achamning turmushi meni muqim bir xizmati yo'q, shunda bir g'o'rgul turmush. Acham dedim-ku bek jinovatda kichigimizdan shunda qiliqdi, jalliqdi ham o'zimni sho'xdi deb. Shu bilan shu vaqtlarning o'zida ishkirlarga berib, sudlarni qilib, o'zimning jinimni jon etaman, men bunda qiliqi kambag'allik turmushdan qutulib chiqdiman deb. Shu vaqtda ishkir ketdi acham, sudning epijipini qilaman deb. Shunlar men bu yerda birdan-bir iliq do'stim bor. Shu kunda degidek aloqalashadigan. Shu bilan qizim tug'ildi, turmushimiz texim mukammallashdi deb o'ylayman. Shunchalik o'zimni baxtli hisoblaydigan bir kunlarda, garchi ko'nglimda burunqi yigitimni taltiks unutmayman, yana shuning aloqalarini xat-xabar orqali boshqalardan xabarlarni bilib yurgan bo'lsam-mu, endi uningga nisbatan bir men buning bilan muhabbatlashib o'tma, buningdagi izchima degan narsa yo'q. Ammo odamning ko'nglida shundaq bir unutib ketmaydigan bir o'tmish aslimlari. Shuni eslaydim. Tuyuqsiz bir kuni uçaqlarda rasmxonlarga berib, rasmlarga tushib, bunday rasmlarni albomlarda saqlaydigan, albomlarda saqlayamaydigan bir yoshirin rasmlarimizni, xotirlarning, kitoblarning qatlariga silib saqlaydigan vaqtlardachu. Uyini ratlab, shu uzun yillardan beri shu biz to'y qilgan kitobchasida bir kitoblar bor-chu, ayildan mayliq aqtirmaydigan. Shularni bir to'p yesib qoptilar, bir ratlab qo'yib kitobni olsam, mushu qizim tug'ilib bir uzoq o'tmagan vaqtda mening yo'ldoshimmi shu o'zininki bir oliy maktabda o'qigan saboqdoshi bilan berib qirg'in bo'la tepishga o'xshaydi shu mezgillarda. Rasmlarga tushib, shu uchoqlar rasmdan keyiniga nim bilan qalam bilan yil oy kunni bek yozdigan vaqtda qarshi tarafning ismini yozib qo'ydik teqi. Ashtaq yozib saqlabdi. İnsanning yinida borning yo'qdir e'tibori. İnsan yinida yo'qning intizori deb bir gap bo'ldi-ku. Shu gapga o'xshash, xuddi mushu yo'ldoshimni boshqalar bilan rasmga tushgan vaqtini ko'rgandan keyin yuragimni bir narsa yeb ketdi. Yuragimni rasmiy bir narsa yeb ketdi. Aningdan keyin men to'y qilib shuncha yil jarayonda bu izchil ko'nglim tushmadi. Men faqat odamgarchilik yuzidan, bir mas'uliyat yuzidan bu o'yin tutyapman deb o'ylab qolganimning noyat xato ekanligini, bolalarimning dadasini yaxshi ko'rganligimni, qo'lingizda bir narsa tursa his qilamagan bilan qo'lingizga narsa boshqalarning qo'liga o'tib ketgandan keyin qarab, voy isat ashnas mening qo'limda vaqtida e'tiborni qilsam bo'pti ekan, asli bu menda muhim narsa ekan men uchun deb o'ylab qoldik odam. Ashtaq bir hissiyatga kelib qoldim. İşçilerim itişip ketdi, yuragimni ming qurt yedi. Demim ichimda qoldi. Yugurib chiqib urushay desam, o'z vaqtida men qo'saqdagi bolalarni qechib ketganim yo'ldoshim mening yuzimga sanmagan. Urushmay desam, men 3 bolalik bo'lib qolgan vaqtida yo'ldoshimning boshqalardan ketishini ming uxlab bir tushim kirib baqmagan.
Shunchalik qo'saq ko'piga tatib oldim. Turib o'ylab qoldim. Amman qimsun men tuluqsiz bitirib to'xtag'anim bilan taqdirqim joyida degan bilan modaning oldida menyapman deganim bilan hammani yo'ldoshimga bir o'zininki savoddishi bilan uchrashib rasmlarga tushdi degan gap. Men madaniyat saviya jihatdan bundan tuvan turib qoldimmi yoki uyda bola nazar doiram tarayib qoldimmi deb mani ko'z tutib yo'ldoshimga men ishlay dedim. Men bir idora organida ishlay, bunda uyda o'tirsam bo'lmag'idek deb. Shu bilan bir shu yo'ldoshimningki idoraning tarmoqidagi bir yerga xizmatga tushdim. Xizmatlarga o'rlashtirib bo'lgan vaqtlarda shu bilan yo'ldoshimningki yuzi bilan bir idoraga o'rlashdim. Edim yaxshi ishildim, xizmatdoshlarim bor bo'ldi, kunda chiqib mo'nchilik odamlarim bor bo'ldi, nazar doiram kengaydi, boshqadan yasanishni o'rgandim. Andan keyin men yurish turishimga texnik diqqat qilgan bo'ldim-da. Hamda yo'ldoshimning amalda o'sgancha haliqi bir keladigan narsalar ko'paydi bizning uyga. Uchoqlarda haliqi yo'ldoshimningki idorasining o'zidimi shundayliqi bir odatda normal idoralarga taqtilmaydigan narsalar fudi qilib taqtildi. Mushu uylarimizning joylarimiz shunchalik payzi, hech kim o'tamagan cho'ng-cho'ng o'ynadi biz o'tadiq. Shundaq turmushimiz yaxshi bo'ldi hamda. U jarayonda mayli sizlarga gapini bergan do'stimni to'y qilib, umi 2 qiz tug'ib oldi-da, chiroyli. Lekin hamda uningmi turmushi bek ko'ngildagidek emas. Yigitni o'zining shu oliy maktabda birga o'qigan, yoki tarbiyalashga birga tushgan ashtaq bir savodishiga tegdi o'zining. Lekin u bolaning mayli dadisi yo'q, tulxutining bolasiga bularning turmushi toz unda ko'ngildagidek bo'lib ketmadi. Shuningga qilib men uyimga bir 2 ta narsa kelib qolsa, birini shuningga bergim keladi. Bizning turmush sayrimiz shunchalik yaxshi-da. Andan keyin meningki qizimmi maktabga kirib ashta cho'ngib qoldimi bu jarayonda. Shu qizim maktabga kirgan vaqtlarda 12 tunji bolasi tug'ildi. Men xeyli keyin to'y qildi hisobda. Men 17 yoshimda to'y qildim-ku. O'qay tarbiyalanishdan keyin maktab, oliy maktablarda o'qib, anda to'y qilgan bo'ldi. Undan keyin yo'ldoshim bilan garchi sampan deyish bunda ko'ngil og'ritadigan ishlar yo'q. Iqtisodiyatdan menmu uyimdagi ufqlarimga qilib turdi degan bilan meningmi yilqi tunji parcha rasmni tepib olgandan keyin ko'ngil og'rig'im, andishlarim shundan boshlandi. Shundan keyin 1 yil o'tsa, yo'ldoshimning endi birasi tang almashib qoldi shu yilning soni bilan birga. Chunki yo'ldoshim boy, ham boshliq, bundaq erlarning atrofiga o'lishadigan chivimi jiqul ekan. Shunda qilib, amdi birsidan bilib qilib ajirtib qilsam, ikkinchi birsi tayyor oldi. Ikkinchi birsidan ayirsam, uchinchi birsi tayyor oldi. Ammo bu yo'ldoshimning mendan faqat ajrashadigan niyati yo'q. Chunki bu xil mas'uliyatchan oylik kelganda. Lekin ilqi mulaq urushib qolib qolsak tanamaydi-chu. Munda shiringni bilib qoldim-ku deb degan boshda jilo qilib kelsam, ilqi kudib turib oldi, urushmaydi, yotillamaydi meni. Shunda shu urushmagancha yurgim siqildi meni. Nemishqa bir shuganki maytsi gom-gom urib qildim, qandaq qilding devasim uni o'yli boshqa qo'ydi. Men bilan urushmay jinimlab yenimda qo'ydi bu yo'ldoshim. Shunda qilqi ichim siqildi. Ilqi xap bo'lib, amdi ko'nglim yerim bo'lib, bo'ldi qilaymi, ajrish ketaymi desam, oltinlarni olib berdi, qo'limga pullarni berdi, og'zimni itidi. Ayol kishi o'zkidan yig'i o'zinglar bilasizlar. Ash appagan nasrlar mening og'zim itilib, jidallarim besiqib, yana unutib qolgandek bo'lma, yana yangidan chiqdi bu. Ash atrofidagi odamlar-chu. Shu turmushim kunib qoldi-ki adam. Ananda ajrasam, mananda ajrasam, ananga tepab qolgandan keyin mening mijozimcha shundaq cho'sib qoldi. O'zimga o'xshamaydigan bir xil bo'lib qoldim. Oson jiluldigan, oson chichildigan, uyda chiroyimni ochmaydigan, tomoq qasam xush turdigan, shunda bir xilqi tarsa, ajoyib hamma narsaga chechilib haqqiga qilsam shu ziqimni sanchib ashtaq qilgan bir xil bo'lib qoldim. Bara-bara o'zim his qildim, qo'lim qo'shnilarim bilan chiqishamaydigan, andayliqqa bismim ortib ketdim-ku. Hamda hozir qizamalada o'ylsanglar, mush apamiz bir yeyib bo'lgan bo'g'oydimi, shu chaqlarda joli yeyib bo'lgan bo'g'oydimi. Ashta qilib iliq do'stim bilanmi o'chaqlarda iliq telefon barliq keldi, uylarimizga telefonlarni o'rnatdik, anandan keyin 90-yillar bo'lib. Shu do'stimga telefon qilib hamma gaplarimni davog'im keladi. Davog'im kelib telefon qilatdim-yu, sening munda ishingni ko'tagan adash, xapimma, bu ishdan o'tib ketdi, yo'lching bak kirisholma desa, sen kirisholmading deb shu do'stim bilan urushib qolgan bo'lib qoldim. Mijozlarim shunchalik ishtiklab ketdi. 记得点赞关注哦。